hammaga ma'lum va mashhur bo'lgan Qiziliq jahon bozori. Bilasizlar, faqatgina haftani yakshanba kuni ishlardi. Endi esa juma kuni ham o'z ish faoliyatini davom ettiradi. Bu ne derttir, ne musibet, ne beladır çekirim. Üzülürüm idlerim. Azizlar, bilasizlar, bu jahon bozoriga kelsak, oyoqni manergacha turardik. Keyin yurardik. Chunki bo'lmasa manergacha loy bo'lar. Mana qaranglar, qanday chiroyli sharoit. Oyoqda hissiyashga bo'lgan chiroyli sharoit bor. Zorimsiz. Biz aka obunachilarimiz uchun, Qiziliq xalqi uchun bir chiroyli e'lon berdik. Endi bizning jahon bozorimiz, ya'ni Isara dehqon bozorimiz juma va yakshanba kun ishlaydi. Qolgan kunlari kelsalaring ham tadbirkorlarimiz uchun sharoit qilib beramiz dedik. Kelaversa sharoitlarni qilib beramiz, joylarni, sharoitlarni, hamma sharoitlarni qilib beramiz. Azizlar, bemalol kelasizlar. Endi haftani faqatgina juma, yakshanba kunlari ish kuni, qolgan kunlariga ham bemalol tadbirkor akalarimiz kelsa, sharoitlar qilib beramiz. Nasib bo'lsa bu yoqqa yangi yilda bu yoqda yarmarkalar qilib, archalar qo'yganimizdan keyin odamlar ko'payaveradi. Azizlar, jahon bozorimizni, ya'ni o'zimizni mana shu qo'y bozor, bu yoqda katta bolalarimizni bozorida juma kuni kelgan insonlarga bonuslarimiz bor. Azizlar, mana katta mol olib keladigan akalarimiz uchun shunaqa mollarni bog'laydigan joylarni ko'paytiramiz. Xudo xolasa, nasib bo'lsa, shu 5-kuni ham ish bo'ladi dedik. Endi juma kuni ham ish bo'lib boshlasa, bu yerlarni ham kengaytiramiz, ustilarni chiroyli naves qilib, pastki qismlarni xudo xolasa steyajga bo'ladi. Nasib bozorimizga kelaverasizlar. Azizlar, bilasizlar, jahon bozoriga kelganimizda o'zimizda bitta xavotir bo'lardi. Mashin bilan kelardik-da, mashinani yo uzoqroqqa qo'yardik, yo ko'chani boshiga qo'ysak, nima bo'ldi ekan, ish taraf urib ketmadimi ekan degan xavotir bo'lardi. Endi juda keng stenkasi ham bor. Kelasizlar, eng asosiysi, ko'rgan bo'lsangiz, kamera nazoratida turadi. Bexavotir mashinani qo'yib, bozorlarni qilib kelishlaringiz mumkin.